Barchaga assalomu alaykum. Bugun mana 5-sinfdagi navbatdagi mavzuyimiz natural sonlarni ko'paytirish va bo'lish, ko'paytirish xossalari haqida bo'ladi. Ko'paytirishda ikkita xossasi bor. A sonni B sonni ko'paytirayotgan bo'lsak, B da A'ni ko'paytirgan bilan bir xil ekan. Ya'ni o'rinlashtirishimiz mumkin ekan. Keyingi xossada A ko'paygan, B ko'paygan C bo'lib turgan bo'lsa, ya'ni 3 ta natural son ketma-ket ko'payib turgan bo'lsa, dastlab ikkitasini ko'paytira olishimiz mumkin ekan. Yoki oxirdagi ikkitasini ko'paytirib olishimiz mumkin ekan yoki boshdagi va oxirdagilarni ko'paytirib olishimiz mumkin ekan. Birinchi o'rinda. Bu endi shu xossalardan foydalangan holatda ushbu misollarni ishlaymiz. 28 ko'paygan 15. Birinchi misol. 8 ga 5 ni ko'paytiryapmiz. 8 ga 5 ko'paytirsak 40, 0 ni yozamiz, to'g'ri dilda. 5 ga 2 ni ko'paytirsak 10, dildagini qo'ysak 10, 4. 1 da 8 ga ko'paytirsak 8, 1 da 2 ga ko'paytirsak 2. E'tibor qilayotgan bo'lsanglar, xona birligiga moslab yozyapman. 5 ni ko'paytirdimmi? Yozishni bu yerdan boshladim. Xona birligiga mos xona birligidan boshladim. 1 ni ko'paytiryapmanmi? 1 ga mos xona birligidan boshladim mana yozishni. Shu chiqqan javoblarni ustun shaklda ko'paytirishda shunchaki qo'shib qo'ysak bo'ldi chiqqan javoblar. 0 ga sheri yo'q, o'zi tushadi. 4 ga 8 ni qo'ysak 12, biri dilda. 2 ga 1 ni qo'ysak 3, dildagi bilan 4. 420 degan javob bo'lar ekan. 107 ko'paygan 11. 107 ni ko'paytiramiz 11 ga. 7 ga 1 ko'paytirsak 7, 1 ga 0 ko'paytirsak 0, 1 ga 1 ko'paytirsak 1. 1 ga 7 ko'paytirsak 7, 1 ga 0 ko'paytirsak 0, 1 ga 1 ko'paytirsak 1. 7 ga mos sheri yo'q, o'zi tushdi pastga. 0 ga 7 ni qo'shsam 7, 1 ga 0 qo'shsam 1, 1 o'zi tushdi. 1177 degan javob bo'lar ekan. Ana endi 3-savol. 527 ko'paygan 10. 0 ga 7 ni ko'paytirsam 0, 0 ga 2 ni ko'paytirsam 0, 0 ga 5 ko'paytirsam 0. 1 ga 7 ni ko'paytirsam 7, 1 ga 2 ni ko'paytirsam 2, 1 ga 5 ko'paytirsam 5. Xona birliklarni moslab qo'shib chiqamiz. 0 ga sheri yo'q. O'zi tushdi. 0 ga 7 ni qo'shsam 7, 0 ga 2 ni qo'shsam 2, 5 o'zi tushdi. 5270 degan javob bo'lar ekan. Ana endi 5-misol. 120 ko'paygan 911. 1 ga 0 ni ko'paytirsak 0, 1 ga 2 ko'paytirsak 2, 1 ga 1 ko'paytirsak 1. 1 ga 0 ko'paytirsak 0, 1 ga 2 ko'paytirsak 2, 1 ga 1 ko'paytirsak 1. 9 ga 0 ko'paytirsak 0, 9 ga 2 ko'paytirsak 18, biri dilda. 9 ga 1 ko'paytirsak 9 ga 1 ko'paytirsak 9, dildagi bilan 10. Xona birliklarni moslab qo'shib chiqamiz. 0, 2, 1 ga 2 ni qo'shsak 3, 8 ga 1 qo'shsak 9, 0 yozdik 1. 109.320 degan javob bo'lar ekan. Ana endi 6-misol. Bo'lishga o'tdik. 152 ni 2 ga ustun shaklda bo'laylik. Avvalambor birinchi xonadan qaraymiz. 1 bo'linadimi 2 ga savol. Bo'lmaydi, to'g'rimi? Endi ikkinchi xonaga o'tdik mana. 15 2 ga bo'linadimi? 15 bo'linmaydi. Lekin 7 ta bor bu yerda 14 ichida. 14 ichida 7 ta bor 2 da. 15 dan 14 ayirsak 1, x tushdi pastga. Endi 12 ni bo'lamiz 2 ga. 6. Yana oxirida qolmagan, ya'ni oxirida javobi 0 chiqqanda mana bu sonimiz bizda chiqqan javob bo'lar ekan. 76. 152 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, javobimiz 76 bo'lar ekan. 555 ni 5 ga bo'laylik. Ustun shaklda. 5 ni ichida bitta bor, to'g'rimi? Ayrib olsak 0, 5 ni o'zi tushdi. Endi 5 ni ichida bitta bor, to'g'rimi? Yana ayrib olsak 0, yana 5 ni o'zi tushdi. Yana bitta bor, buni ayrib olsak 0. Javob 111 bo'lar ekan.
555 ni 5 ga bo'lsak, javobimiz 111 bo'lar ekan. 1098 ni 9 ga bo'lamiz shu shaklda. 10 necha nechta bor? Bitta. 1 ni ko'paytiramiz 9 ga, b ga yozamiz. 10 dan 9 ayirsak 1, 9 tushdi. 19 ichida 9 dan nechta bor? 2 ta bor. 2 kere 9 18. 19 dan 18 ayirsak 1, 8 tushdi tepadan. Bunda yana 2 ta bor. Ayirsak 0. Demak bizda 1098 ni 9 ga bo'lsa, javobimiz 122 bo'lar ekan. 644 ni 28 ga bo'laylik. Ustun shaklida. 28 dan nechta bor? 64 ichida. Ikkinchi xonaga qaraymiz. To'g'ri, 2 ta bor. 56. 64 dan 56 ni ayirsak 8, 4 tushdi. 84. 84 ichida endi bunda nechta bor? 3 ta bor. 84 ni o'zi yana 28 ni 3 ga ko'paytirganimizda 84. Demak 644 ni 28 ga bo'lganimizda javobimiz 23 chiqar ekan. 1001 ni 11 ga bo'laylik. 100 ichida nechta bor? 100 ichida. 10 ichida yo'q, to'g'rimi? Endi 100 ichidan qaraymiz. 100 ichida 9 ta bor. 9 kere 11 99. 100 dan 99 ayirsak 1. Tepadagi 1 tushdi. Endi 11 dan nechta bor 11 ichida? Bitta, to'g'rimi? Ayirib olsak javob 91 bo'lar ekan. 1001 da 11 ga bo'lganimizda javobimiz 91 chiqar ekan. Endi mana shu bir qiziq savolni ishlaylik, ya'ni bo'laylik buni. 181.818 ni 18 ga bo'laylik. 18 ichida 18 dan nechta bor? Bitta bor, to'g'rimi? Ayirib olsak 0. 1 tushganda b ga 0 yozmaymiz. Endi 8 tushdi. 8 tushganda, ya'ni ikkinchisi tushganda b ga bitta 0 yozib qo'yamiz. Bunda nechta bor endi 18 ichida? Bitta, to'g'rimi? Ayirsam 0. Endi 1 tushdi. 1 tushdi, to'g'rimi? 0 yozmayman. Endi 8 ham tushgandan keyin, ya'ni ikkinchisi tushgandan keyin endi b ga 0 yozaman. 18 ichida bunda bitta bor. Javob 10.101 bo'lar ekan. Xo'p, kimda savollar bor? Yaxshi, yozib olinglar. Ushbu savollar sizlarga uyda mustaqil ishlash uchun qoldi. Uyda ishlab ko'rasizlar. Ya'ni qo'shimcha savollar kerak bo'lsa, maktab darsi kitobdan olib ishlashingiz mumkin. Xo'p, darsni o'sha yerda yakunlasak bo'ladi. Ajratgan vaqtingiz rozi bo'lasizlar. E'tiboringlar uchun rahmat.